Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldingi tereskalarimizni ustanobkalarni tugatib oldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Baliqchi qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu xonadonimizga jami uzunligi 12 metr. Qadrli kuzatuvchilar, 12 metr oldingi tereska, 2 dona eshik, 2 dona deraza o'rnatib berdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ishlarni sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Bu tereskamizni bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 280. Bo'ylari 280, uzunligi 12 metr. Bu joyimizni jami oraligi 6 ta oralik, 2 ta oraligiga mana 140 santimetrdan eshiklarni joylashtirib berdik. Bu eshiklarimiz balkon profildan qo'yildi. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu ishimizni fasonlari panorama holatda qilindi. Mana har bitta ustun orasidan bittadan ochilishlar qo'yilgan. Tereskani ikki chekkasiga fortikalarni qo'yib berdik. Oynalariga keladigan bo'lsak, oynalari 08 kalyonli oynadan ishlatildi. Qalinligi 08. Ustunlarni mana doimgidek alkafonlar bilan o'rab, chiroyli qilib destak holatda o'rab berdik. Ishimizni choklariga keladigan bo'lsak, mana bemalol ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa hamma yog'i juda ham chiroyli holatda. Bu zamovlar doimgidek turetskiy zamovlar, igrovkalari juda ham go'zal holatda. Navbatdagi eshigimiz ham igrovkalari go'zal holatda. Xudo xolasa hamma yog'i chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana ikki chekkasidan fortikalarni qo'yib qo'ydik. Qadrli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar ishimizga. Ichki holatlarni ko'rsataman sizlarga. Bu ichki tomonlari. Mana ozgina uyimiz qorong'iroq ekan. Xato kamchiliklari bo'lsa videomizda uzr so'raymiz. Ruchkalari mana doimgidek turetskiy original ruchkalardan ochilib yopilishlari, igrovkalari go'zal holatda. Osha-moshalariga keladigan bo'lsak, osha-moshalari ham o'zini akfani originaldan ishlatilgan. Mana 3 tadan romlariga 3 tadan qo'yilgan, eshiklariga 4 tadan. Xudo xolasa igrovkalari mana go'zal holatda. Zazovlari ham juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Endi ustunning ichki tarafini uyda egasi o'zi MDF bilan o'rab oladigan bo'ldi. Oldi tarafini biz alkafonlar bilan o'rab berdik. Eshiklariga keladigan bo'lsak, eshiklari mana doimgidek balkon profil. Mana eshigimizni choylarni ham yo'qlar ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli holatda. Zamovlari ham original zamovlar. Bu ishimizni narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, общий narxi 31 million 200 ming so'mga to'g'ri keldi. 12 metr tereskamiz, bo'ylari 280. Bu tomondan mana bitta eshik, bitta deraza, pastki tomondagi ish bizniki. Bu tomonga mana bitta 2 qanotli eshik, bitta deraza o'rnatib berdik. Pastdagi podval eshigimizni ham tayyorlab olib kelib qo'yganmiz. Buni bonusga qilib berdik. Va pastlari ruchkatkalar bosilgandan keyin o'rnatiladigan bo'ldi bu. Tereskamizni narxiga keladigan bo'lsak, tereskamizni kvadrati 680 ming so'mdan to'g'ri keldi. Qadrli kuzatuvchilar, oynani qalinligi 08 kalyonli qalin oynadan ishlatildi. Xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi.
Bizni telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.